Dam olish kunlari yomg'ir va shamol bo'lishi kutilmoqda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. 1-2 noyabr dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumotlari e'lon qilindi. Unga ko'ra 1-noyabr kechasi ertalab Toshkent va Jizzax hamda Sirdaryo viloyatlarida yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. 2-noyabr kuni esa O'zbekiston bo'ylab quruq va salqin havo saqlanib turadi. Dam olish kunlari esa harorat 15-20 darajaga pasayadi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda chang-to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Toshkent shahrida havo biroz o'zgaruvchan bo'ladi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 10-12 metr/sekundgacha kuchayib, ayrim joylarda esa chang-to'zon kuzatilishi kutilmoqda. 1-noyabr kuni kechasi biroz yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. 2-noyabr esa yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 1-noyabr kuni 16-18 daraja iliq, 2-noyabrda 18-20 daraja iliq bo'ladi. Kechalari esa 8-10 daraja atrofida salqin havo saqlanib turadi.